Assalomu alaykum do'stlar. Yangi obyektimizga tushdik. Mana stenagada bo'ladi. Mana stenagada bosamiz. 2 stenaga deb kelishdik. Общий 95 kvadrat bo'ldi. Agar kimgadir shunday terma terma panellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlar bo'ladi. Shunga zvonok qilaverasizlar. Qo'yilishini ko'rib turibsizlar. Как положено bir chiziqda. Ko'rasizlar nega. Yo'q, shunday qilib ketadi nega. Pastda tartib qo'ygan joylarimiz ozmas. O'yiqroq ekan, shuning uchun aslida bir qator tartib o'tamiz. Shitib bosamiz, tekislab. Rahmat amaga. Assalomu alaykum do'stlar. Bu terma panellarimiz. Burası labirent degan qilasa. Labirent degani. Bu yerda hozir tak 64 kvadrat borda bu yerda. Har yoqda bosib bilan qo'shib hisoblaganda 64 kvadrat bor. Stakalarimiz bosib o'tiribdi. Yana mana boshladik buni. Bismillah deb. Bas qo'ygan ko'rsa, anagi 32,5 shtuk ketib turibdi hozir. Stenamizda. Do'stlar, ko'pchilik qiziqadi buga. Qanday bo'ladi, nijot bo'ladi deb qiziqadi. Nega bu yerda tosh bo'ladi. Bu yerda 3 sm penoplast bo'ladi. 3 sm deb aytiladi, biroq 2,5 sm chiqadi penoplastı. Toshi biroq 1 sm-dan 1 sm polniy go. Boyini ko'rsatishimiz mumkin. Kesgan yağından 1 sm arqayın. Nega shunday ardında penoplastı bo'ladi. Endi panellarimiz. Bu penoplastı, bu shundagi toshi. Bunday qilib quyiladi. Ko'pchilik qiziqib so'rab o'tirdi, nijot bo'ladimi, qanday bo'ladi, nijot o deb. Bilmaganlar uchun shu aytib informatsiya berib o'tib boradimiz. Shunday, mana stenamiz, bosotqonlarimiz. Stakalarning bosotqonlari bunga idealniy. Yana bosotimiz bunga. Yana da bosotimiz bunga. Ularning uchun qarayib turibdi deganlar uchun. Bular ko'p yetishmagan edi. Ko'gandan keyin ustuna kraskasini, kley bo'lsa kleyini urib beradi bolalar, ustalar. Ko'ganda mana bunday bo'ladi. Shunday. Uyda mana yer qaptalini bosib o'tiramiz. G o'rmada, bu yoq betida uzunroq. Shunday. Ko'p yetishmagan edi bular. Quyganimiz ko'p qo'ymasdan sirasi boshlab qo'yardik. Ko'gandan keyin bo'yimiz вообще идеальный состояние bo'lib chiqadi. Alloh bersa, chatki bo'lib chiqadi, krasivo. Rahmat hammaga. Birdana like bosib ketsa, shuni izlab жүргенләргә tezroq yetib qolar edi. Agar qiziqib жүргенләр bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomeri bor, shunga zvonok qilaverasizlar.
Şu termo panel bastıraman dep çekellerge de taşap koysanız tezroq ko'rib azmas informatsiya alib olar edi. Rahmat hammaga. Do'stlar, yana bir so'rovlar tushyapti. Aynaga ne qilamiz degan. Aynaga atkoz bo'ladi. Atkozga o'zining maxsus penoplasi bo'ladi. Shuni qo'yib jiberamiz. Mishka ne qilamiz deydi. Mishkada shunday o'zining tiyaglari bo'ladi. Mana yerga bu yoq bitni ekani bosiladi. Aynaning ham menga 4 kvadratni bosiladi. Hozir suratini ham qo'yib o'tib ketaman. Shunday qo'yib o'tib ketamiz. Shunday ham bosiladi. Undan keyin uy chiroyli bo'lib ko'rinadi. Teksagin ko'rib tursa menga urovenda chiqqan menga polностью. Mana stenamiz ham menga 32 shtuk ketibdi mana stenamizga. Chop ketyapti. 32 shtuk ketdi deganimiz menga mana stena ne degan uzunlik 4 kvadratdan ziyodroq bir qatorga ketib turibdi hozir. Menga shunday aynalarga qadimgiday tiyaga qo'yiladi. O'sha dahshat bo'ladi undan keyin. Menga nesini aytib o'tdik? Talshinasini aytib o'tdik menga. No 1 sm bo'ladi, no 3 sm bo'ladi. Penoplas 3 sm bo'ladi. Tashimiz 1 sm bo'ladi. Shunday do'stlar. Idealni chatki. Rahmat hammaga. Bu videoni termo panel izlab жүргенlarga tashab qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Birdan like bosib ketsangiz tezroq ko'rmaganlar ko'radi shuni. Rahmat hammaga. Boshqalarga delni rahmat. Menga stena qiyish bo'ladimi bo'lsa, bunday pont bilan tekislavgan ma'qul bo'ladi. Do'stlar, mana bu yoq bitlardan bosib o'tiramiz standartda. Chiqyapmiz. Har qaptalda bor, u yoqdan bosib o'tiramiz. Ko'rsatib o'tib ketamiz u yoqdan. Qayerda ishlayapsizlar deydigan bo'lsangiz, menga ekran qarshida. Mana yerda benzin sotadigan yer bor. Yoq betonlangan ko'pirdan chiqqan yer. Shu yerda bosyapmiz yo'lning bo'yida. Menga shunday. Kimdir termo panel bostiraman deydim bo'lsa, mana pastda telefon nomerlari bo'ladi. Shozona qilaverasizlar. Şu düşürüp ketadimi? Düşürmese bo'lmaydi. Mana shu yerda mana swaplaymiz. Swapmasak bo'lmaydi. Do'stlar, kvadrat qo'yib ketdi deysizlar menga. Nodon usti kesilyapti menga. Mana ko'rsatib turgan eng ustundagini usti kesilyapti. Shunga hisobidan kvadrat qo'yib ketadi. Atxot bo'lib qoladi. Hozir bu yoqda nesi bor, shuni ko'rsatib beraman hozir. Nega? Ular ba'risi menga ustidan kesib tashlab o'tiribdi menga. Shunga hisobidan bir 3-4 kvadrat qo'shilib ketadi. Shunday joylari bor. Ustani qiynamanglar aytib. Ustalar to'shli metrda oladi, biroq bunida hisob qolmay qoladi, hisoblay olmay qoladi bunida. Shunday joylari bor. Ustaga qiynamanglar. Ana shunday joylari bor. Endi buni tiyagalarini ham akib qo'ydik. Alloh bersa. Aynan tiyagalari mana bunday bo'ladi. Buni ba'risini qo'lda terib chiqamiz. Bular hozir mishga ketadilar bular. Lekin mana gatovoy keladi. Bolalar o'zlari qistirib tashlaydi. Buni ustonovkasi отдельный hisoblanadi. Puli da отдельный chiqadi buni. Shunday joylari bor. Rahmat hammaga.
Yak bitasi bitip kelyapti uniki. Har haftalda bitib o'tiribdi, hozir ko'rsatamiz uni. Tiyaglarni ham qistirib o'tirmiz buniki tiyaglar. Jibril kucağına durup yukarıda böyle cürdün ne vurup edeceğim ha? Onda şu. Kayır öğrenleri bu. Koy. Üzerimize oldum balları bile. Beğer oldum maşinları mı? Bak bitemiz mi? He? Rahat. Bismillah. Selamünaleyküm dostlar. Peki kol mine serptim. Uçurdu deydi hazır. Özümüz. Oldu ağa. Xıtıra. Assalomu alaykum do'stlar. Peki uyning chiroyini beradigan narsa meniki tiyagi. Mana mushtagi tiyagi, mana hammasi shu uyning chiroyini beradi. Yana bir termopanellarimiz hali ko'p yetishmagan. Ko'rgandan keyin bir oddiy video qilamiz. Shuning uchun abona tugmachasini bosib qo'ysangiz, подписаться deb qo'ydik Instagramda o'zi. Keyingi videolarimizda kraskalagandan keyin videosini chiqaramiz. Chatga Alloh bersa. Uyning chiroyini ko'rsatadigan o'zi mana tiyagilar. Asbitini granit qilamiz dedim. Kafelni granit qiladi. Undan keyin bir video qilamiz. Chatga video bo'ladi Alloh bersa. Ulardan bir ko'rgandan keyin qaytadan bir obzor qilamiz. Qani mana videoning davomini ko'ramiz. Azmas montajlaymiz. Kvadrat qo'shilib ketdi deb aytiladi. Meniki kvadratlar qayerga ketib qoladi? Plyus minus shularga ketib qoladi. Nerda jotiribdi nega? Nerda jotiribdi? Nerda jotiribdi ne? Bari kvadrat qo'yishim. Nerda var mana? Nerda var kecha ko'rsatganmiz. Nerda jotiribdi? Sana shu kvadrat qo'shilib ketuvini shu nimaday qilib chiqib qoladi-da. Asmasida aynaning keskiklarini ketib qoladi. Shu sababidan kvadrat sal ko'payadi uni shu. Minimum o'rtacha bir 4-5 kvadrat orqaga qo'shilib ketadi. Agar normalniy bo'ladigan bo'lsa, u darajada kvadrat qo'shilmaydi. Biroq shu stenaning yuqori beti keslatan bo'lsa chataqda shu vaqtda kvadrat qo'shilib ketadi. Nega shunday gaplar?
Şunu aytib öteyim dep edim. Geldin mi adam Ege? Ağızda yaksın. Assalomu alaykum do'stlar, mana ki usta akalarning qashina keldik. Kechagi ishlayotgan yerning kafelini bosib berayotgan ekan ustida. Aslida kafelini bosib berayotgan ekan ustida ketdilar жұмыстар. Ana o'zini usta akangiz. Usta aka xizmatda, короче. Kafel degan mana qimmat ismini olgan ekan. Uy endi mineki cho'tkay bo'lib ko'rinyapti buni. Agar kimdir termopanel ishlataman deydigan bo'lsa, pastda telefon nomerlari bo'ladi. Usta bosadigan ustalarimiz ham o'zlarimizda bor. Topib beramiz, ustalar ham bor. Pastda telefon nomeriga telefon qilavering. Rahmat hammaga. Endi cho'tkay bo'lib ko'ringan jar deyman. Like bosib keting bir dona. Assalomu alaykum do'stlar. Nega ko'pchilik so'raydi? Termopanel. Kafelni kley jiberadi deydi. Bunaga jiberib qo'yib. Sirtdan shkaturkisi bilan qo'shib qo'parib olgan bunaga. Ne? Qo'parib problema bunaga. Ko'rib turibsizlar bunaga. Ortindagi neyse. Bu hayat qo'parib jibermagan bunaga. Ko'rib turibsizlar bunaga. Qo'ymay. Ne? Qo'parmaydi uni. Smertelniy bo'lyapti-da uni. Kabel kısa. Ova. Ya shkaturkisi tushdi deb. Shkaturkisini qo'parib olganda. Qo'porgan ha. Shkaturkisini. Ya'ni shkaturkini sasi bo'lsa, bundan qayg'urmayman. Ha, olib qolmaydi. Do'stlar. Ya'ni